Oy, muşu işim kelgen aşkatı açman deb attigenden kesh jundu purish qilib pishirdim. Ay, bo'lmaydi. Anda olsa, izang birinimda amsa. Izangda. Talla bazır açılı. Ha? Hazır var bu uşaq çiçek nəsinin bazarını bek yaxşı deb anladım. Ha, Talla bazarı. Man buldu ken. Talla bazarı açsaq var o. Talla bazarımızga top taqtib qilib, biraqli ekilib turdi. Biz foydasini elib bilan satimiz emasmi, ha? Bo'lmasa ki. Ay, kirib bu ne asa. Qammagan öyd işiltwesek buldik ha? Buldik emash. Xotan, mush 5 yil yo'g'on bo'lgan bilan kallan qil ishlaydi. Lan, 5 yo'g'on deb ketkinni. Xotan. Bu Talla bazarının ismini nima qo'ysak ular? Nima qo'ysak bular? Bahargül Talla bazır deb qo'yaylik. Memma uyning türk turib, sening ismingni qo'yib qo'ysak, bo'lmas. Biz vaqomda chiroyli, menda ayvat bir ism qo'yaylik, xotin. Bo'pti. Ems o'zinglar bir qo'yib beqinglar-chi shu ismni. Anda bo'lsa, men bir deb baqaya. Dag'la. Jahonda bir Talla bazır deylik. Da, buladike. Voy, men deydiganda, voy jahonda nimijiq Talla bazırjiq, jahonda bir desanglar, haq toz mesxir qila. Anda bo'lsa. Olamda bir deylik. Voy, 8, 16 unda desanglar bo'lmaydi. Ama xotin. Xotin, men sen deb qo'yay. Sen unda degining bilan bag'o, oldin qishil bag'o, biz yutib olsam bag'o men. Bir yigit do'konda birni ichib degna. Do'konning ichiga kirsam, birli satrach, birli o'rindiq. Ikkinchi odam kirsa to'g'dak. Yo'q. U do'konning ismi nima ekan bilamsan? Ha, nima ekan? Yer shori satrachxonasi deb ism qo'yapti. Ben bulanıp gelmezsen. Vay şumucu, o diyen sizning nalanglar. Ma diyen şehir, haq zanlık qıldı. To'xta. Anda bo'lsa men sal o'ynab baqay. Tapdim. Anda bo'lsa Baratjanning kundilik unmay, guruch, lazi, pomidor, sayko'ktat, gazir, purchoq, tekshiboliq, Talla bazarı deplachayli. Hey, ağamcı mı, paytı mı bu? Ay, nimandak uzun. Hocan. Vay, ma ürümçilikçi top taqtiş, bazırdın ismi mi bundak uzun emas? Ay, bo'lmaydi, başqasını oylaydi. Hey, sana o bir narsa yaramaydi ya hiç. Hey, biz başqalarını doğurmay. Bunun var o, bir qisqaroq ismdan birini o'ylab topaylik. Baratjanning Talla bazarı deyli, muşu en muvaffaq. Bu vağı xotin sal oddiy bo'lib qoldi ekan. Bo'pti. Hozircha mushlar bo'ptisan. Mening vağı shu og'inam Qodirdek cho'ng shirkatdan birini ichib qara. Ay pul degan vağı tonlab, kilolab, tag'alab taqim baqalar. Oy. Vay planinglar ajab cho'nkina. Sizlar qanday shirkat qurmoqchi deb beqinglar? Men bağı xotin Baratbayning kundilik buyumlarni to'ptaqsiz hassadarlik cheksiz shirkati deb qo'yay deyman. Vay, chek shirkati deymiz. Xotin, shu cheklik shirkati degachga nurg'a odamlar cheklanib qolib pul topamadi. Men bağı hassadarlik cheksiz shirkati deb ism qo'yman. Uningdan kim bağı Baratjingli deb bağı kartuşka işletdim ha. Oy Silvaho, Baratjingli bo'lsanglar, meni muavin bosh direktor deysizlar? Ha, shunda bo'ldi, albatta shunda bo'ldi. Lekin xotin, mush haqlar Bojingli deb ikkimizning qaysi birini chaqagan deb aralashib ketgan bo'ldik-da. Ey, aralashtirib qo'yman-da. Men el ömrümde men bir qatim jingli direktor bo'lib baqay. To'g'ri. Hey, dadse, mening bir orzuyum bor-da. Degna, nima arzuying bor? Men toz yo'g'on uydan birini olsam, uyning ichi degan o'rdilardek yasab, mush malikalardek yashab boqim bor. Abballi, mana majbur to'g'ri xotin. Qancha kvadratlik uy og'ing bor? 150 bo'lsa bo'lamda? Yo'q. Oy, 150 kvadrat metrlik pek kichik. Menchi toz shu 250 kvadratlik uydan bir og'im bor. Oy, xotin. Unchalar cho'ng o'ynalib
oshxona ochamdiq, restoran, tansxona ochamdiq ya ne? Özümüz oturmayız. Tans oynayışımız gelgende tans oynayımız. Usul oynayışımız gelgende usul oynayımız. Mehman çakırımız gelgen mehman çakır. Muş dost düşmenin közün bağı. Ay ut çıkır gitti. Bir yaşığım var benim. Xotin, meni sana deb qo'yay. Cho'ng uyni og'am bilan menda tozlaydigan ish bormi? Sen tozlab yetishalamsan? Oyey. Öy tazlaydıqanğa öy xizmetkardan birini alamız. Ha? Oy, men bir rahatlanıp yaşap baqay. To'g'ri gap qilding xotin. Biz o'g'oshi chapdesa shu 18 yosh qizib oldim birini uy tug'saylar. Ya. Biz vaho qeri ayaldan birini uyda tug'simiz. Xudoon, unda qilsa qari ayolni biz baqamdiq ya, u ayol bizning xizmatimizni qilamdi. Bo'lmaydi. Gep anglaydigan 18 yosh qizlarni ekan qanday qilatdinglar? Ha? Gepingni bir qismi chiqdi ya. Xudoon, abiyatin dedim-ku, uyning ishini qildi, kir yuydi, tomoq yedi-da. Undan keyin aras, sen ag'rib qolsang, mening xizmatimni qildi, mening o'g'limdan xabar oldi. Men ag'rib qolsam, mening holimdan xabar olmay, sening holimdan xabar olamda. Bo'lmaydi. Yo'q. Anda bo'lsa vaho, uyni o'zing tozla. Undaq yo'g'a o'yinlar qanday tozalab men tozalab ikkimiz birga tozalaymiz. Unda gap yo'q. Men mush yosh kelganda Baratboy degan nomni ilib, ispi ko'tarib, tova ko'tarib, uy tozlaymanmi? Men tozlayman. Men mi tozlayman? Amisvaqim shular meynasiz turilaversin. Xotin, abiyatim men sana dedim-ku, bu cho'ng o'yini olmayli deb. Mana mushlar gap bada. Xapchimo. Mening bos bo'lmandi. Tuz gap bo'ldi-da bu. Elekim. Ben geldim. Oy, keldim bolam. Nima chiqdi bu? Narsa topdinglar buni? Bankidan taqtibken hozir keldim. Bildim. Momamdan uy chiqilib pul keldi deyotgandinglar. Mush pul kenda. Ha, shu pul shu bolam, jiqmikan. Bek chiqgan. Endi o men olgan narsalar appraslar. Bolam, endi vaqo biz mana payop ketdik. Nima desam, shuni yapamiz. Degina. Men olma saat olmaya, olma telefon olmaya, kompüter olmaya, anandikin yana velosiped olmaya, qalam, daftar, o'yinchoqlar olmaya. Oy. Ara mushumma? Manda mashina, pashina, xotin, putin deganda demaymisan burada. Hay. Kichik baliqmi shundoq gap qilamiz? Xo'ptirdi deyman. Ha? Mushunchilab jiq pul turib, men apamamsa? Oy, epirme bolam, ba'zi narsani cho'ng olganda epirgan nima. Oltinim balam, sen nima desang shuni appirmiz. Xotirjam bo'lchimi? Ha? Xotirjam. Aras. Boy, nindavatgan to'qma bola kiribli gapning beliga tep ketdi. Sizlarga uy tozaydan ishlayotgan. Aras. Boshda shirkatning gapini qildik. Undan keyin uyning gapini qildik. Aras xotin, muhim bir narsa unutib qoldik. Mashina deyishmabdi, mashina. Voycan. Aldı bilen bağı qaranglar. Ma pulni yanchiqib bir selib, bozorga chiqib, pul degan senmi, xashlaydigan odam menmi deb meg'izini chiqib bir xashlab kirmamdiq. Oldigan narsalarimizni elib, anakin qolgan gapni deysakmi bo'lar? To'g'ri. Ashta qilaylik xotin. Ma qo'saq ko'kradida qo'saq ochdim nima? Menim qo'sqimga ketib ketdi. Ojon. Voycanim balam. Ha, bugun meni bir tomoq etishdim. Qiziqqaninglarchu? Ha? Bugun biz mushu xo'shalligimizni tabriklab taloq chiq tomoq yeb turmamdi. Ha? Xotirjam bilan xotin men burli o'ylab qo'ygan. Men bag'o sizlarni shu dangliq bir kebobxona bor degina, shu kebobxonaga borib qo'saq to'yog'dagi kebob bilan mehmon qilay. Mening mo toza kebob yegim kelib qolibdi ekan. Ya, men kebob yeyman. Men hambo yeyman. Mening mo kebob yegim yo'q, xo'go yegim batdi. Ha? Mening bag'o kebob yegim. Mening mo hamboni yeginim yegan. Mening vaqo xo'go yeginim yegan. Rahmet. Öyle
Üstte. İyi. Al. Tadı okşattı. Hecep yedin la, hecep yedin la. Kavap yap, bakma adamlık. Hiç çok tuzunu oynamak ama kebap yemeyi. Ama kebap diye oğlan paylık yegine. Çok Açık ya balam. Tonkuşu yiyeyim de pottururken keçi vakti. Tuzluk var der. Oy yanla, yedim. Oy yanla. Ha, taz elip tazcık yanla. Bize paylık nasıl yiyemiz? Ne? Paylık yok bizim oyuna bunu yiyeyim de. Ece'nin bedeni paylık yok nasıl? Pul yerken sıçtın bu. Oy bulanlısılık paydıkıp gitti. Ha, kıncık. Ya, mang ben mang ya. Oy. Bunu kaça yap bulamam de. Ale. Mandama koyguş degan bağı. Edemkin paylı kıldım ala. Ne de bunu yiyeyim de bedemden beşine katıl kensile. Yiyilgan demesi. Şu. Oy. Apollo mümkün de yiyse zart etiydi adamga. Kebap mümkün de yiyip git bağırmağansa. Ay bulaptı onu bunu da araştırıp yemem de. Ma hayat rangdar boğandak. Tamak mı rangdar bosun? Bu tuzdan yaş köyünü kılma. Oy. Bu kazandı lık olsa yana geldin mi? Kogoçu. Güçte ek olsaydı. Ya. Yine. Emniyette kosungo toydu. Küzen toymaktı da. Yine. Bek yiyin var demez mi? Ye. Ale, mem öpüreysin mi? Ale. Tazı bir yiyin ha duyan. Yine. Bak kazandakini yapılıp salağa secman de. Bak. Aldırma. İşlemiyor lan. Ha yine bulam yine. Ucun. Aldırma ya meydan kurup kolla. Ölçüp. Nasıl yanlar? İyi. Ben. Hani. Hani yemse ha. Ben. Mani yay. Konak. Bana mani yedim. Mani sen bulduk mu lan? Manon sökebilsem tekin peyzim. Manan sökümsek mi lan? Onu sökemeyin. Mani sükep yemdim balam. Ya balam, ne ışırkın yeme o? Malum yese. Ama? Ha? Oğlum toka. Mani tokma. Toktu şeymiş toktucu. Kek. Ne yapalım? Bunun manını bilap yemdim. Ha? Hem mi ne? Bizimki